Assalomu alaykum, akalar, sizlar charchamayapsizlarmi? Bugun yana bitta Gakon A60 600 litrli fullini klientimizga qilib berdik. O'zimiz tanish akamiz. Aktyor aka, mana mashina keldi. Sizga aytgan vaqtimiz, menimcha oshig'i bilan ham, shunaqa oshig'i bilan ham sizda misol uchun O'zbekistonga nisbatan narx tomonlama yoki biz aytgan uslugalarimiz o'shalar bo'yicha otzifingiz bo'lsa aka, qanaqa kamchilik bo'lgan bo'lsa oshig'ini aytavering. Muammosi yo'q aka. Ya rahmat katta. Aytilgan muddatda mashina keldi. Muammo bo'lmadi hech qanaqa. Tamojen sikletdan olib chiqib ketishdi. O'zlari katta yordam berishdi, rahmat. Narxi bo'lsa alohida teyman. Tavsiya qilaman shu yigitga zakatsalaring afsus qilmaysizlar. Rahmat katta. Har bitta o'tgan kuningizga yaxshigina pul tejab qoldingiz menimcha. Endi xudo xolasa aka, qo'ldan kelgancha qildik biz ham. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqinglar. Mana hozir hamma narsasini, ruslik kassalari, rassamoshga hamma narsasini o'sha oldilarida turib hamma ishlarini bitirib berdik. Даже ruslik kassalaridan ham ancha pul yutdilar. Mana Abdulloh, mana ishni bitirib berishdi. Nomerlarini yozib qo'yaman, kerak bo'lsa, kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Joylaringiz sog' bo'lsin, charchamanglar.